Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni Marg'ilonga olib kelib bergan joyimizdan, Ravshan TVga, Ravshanbekka olib kelib bergan joyimizdan syomka qilyapmiz. Xudo xolasa umuman sho'rlari chiqqani yo'q. Kimga mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana ichkaridagi polniy holati mana urilgan, birinchi etaj, ikkinchi etaj sho'r deyarli umuman sho'r chiqmagan. Mana ko'rishlari mumkin. Bu tomonda birinchi etaj, ikkinchi etaj, mana 22 pechetda bo'lgan g'ishtlarimiz ko'rishlari mumkin. Holatlari o'ta a'lo darajada. Umuman sho'ri chiqmaydigan g'ishtlardan kimga kerak bo'lsa, shunda ham 100% sho'r chiqmaydi demaymiz, 10%, 15% sho'ri chiqishi mumkin deymiz. Deyarli umuman mana ko'rishlari mumkin, umuman sho'ri chiqmagan hech yerda. Kimga mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab mana 22 pechetda butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Hozircha ozgina vaqtga pechatini olib qo'yganmiz. Lekin xuddi o'sha razmerda 25 ga 6,5 12 razmerdagi chiroyli g'ishtlar, pastdagi holatlarni ham ko'rsatib beramiz. Mana boshidagi kelgan g'ishtlarimiz mana 22 pechetda kelgan. Keyin oxirgi paytlarda pechatsiz kelib qoldi. Pechatli bilan pechatsiz umuman farqi yo'q. Faqat pechatida farqi bor xolos. Mana ko'rishlari mumkin. Umuman orqa tomonda ham, oldi tomonda ham sho'ri chiqmagan. Mana bu tomonda ham o'sha o'zimizning g'ishtdan teshikli g'isht kelgan boshida. Teshikli, teshiksiz 22 pechat hammasi o'zi bitta g'isht. Faqat bizni nimamizga qarab, sharoitimizga qarab ozgina teshikni yo'qotishga majbur bo'lib qoldik. Keyin pechatli g'ishtni ham ozgina vaqtga chiqaramay qoldik. Mana xudo xolasa chiroyli holatda mana shu 22 pechat g'ishtimizni chiqarib, xudo xolasa yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Mana holatlarini ko'rishlari mumkin. Chiroyli holatda.